Assalamu alaykum qadrli ko'ruvman do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Xo'sh, undaq dediqtinglar, programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Tarixda 5 baliq deb atalgan bugungi Jemisar nahiyasi qadimgi Ipak yo'lining muhim o'tanlarining biri. Bu qadimiy yurtda bugungi qadar saqlanib qolgan bir qism xaroba izlari, shundaqla xarobalikdan tepilgan qimmatli qadimgi yodikorliklari tarixning yaldamisi sifatida bu qadimiy yurtning nomini jahon ahliga tonutishda ko'znak bo'lib kelmoqda. Tarixning shohidi bo'lgan bu xaroba izi dal Beshbaliq qadimiy shahar xarobasidir. Jemisar nahiyasi qadimgi Ipak yo'lidagi muhim o'tanlarning biri bo'lib, uzoq tarixiy davrlar mobaynida tarix sahnasida alohida rol o'ynagan qadimiy yurtlarning biri. Bugungi Jemisar nahiyasining shimoliga 10 necha kilometr keladigan joyida hozirgacha saqlanib qolgan bir ko'ni shahar xarobasi bizga tarixda Beshbaliq shahri, ya'ni xanzucha bir qism yozmalarda Beytin deb atalgan bu qadimiy yurtning nurg'unlagan tarixini va sirlarini yeshib beralaydi. Beshbaliq İdikut Uyg'ur xonlig'iniki yozliq poytaxt bo'lib kelgan. Shundaqla İdikut Uyg'ur xonlig'ining siyosiy, madaniyat ham strategik o'rinjihatda muhim bir poytaxt shahri. Milodiy 866-yili Orxun Uyg'ur xonlig'ida yemirilgandan keyin bir qism Uyg'urlarning sharqqa, ya'ni hozirgi Tağırtağının şərqi, cənubi, şimal qismiga kelgan Uyg'urlar oldi bilan mush Beshbaliqqa, ya'ni Jemisar nahiyasi tabasidagi Beshbaliq kelib o'rinlashgan. Chunki bir bunday bo'lishda qadimdan tortiblar Beshbaliqda Basmel, Turkesh deganga o'xshash qadimgi xalqlar musher yashagan. Beshbaliq qadimiy shahrining yer shakli tartibsiz, tikto't bo'lung shaklda bo'lib, sharqdan g'arbga kengligi taxminan 850 metr. Janubdan shimolga uzunligi taxminan 1700 metr keladi. Hozir ishki sepil va tashqi shahar sepilining yer usti xarobasi saqlanib qolgan. Sepilning qalinligi 7 dan 10 metrgacha. Egizligi 5 dan 7 metrgacha bo'lib, Tang sulolasi Shenjing 3-yili, ya'ni milodiga 658-yili qurilgan. Ishki shahar sepili İdikut Uyg'urlari davrida qurilgan. Shahar ichida hozirgacha saqlanib qolgan sharq, g'arb, janub, shimol qatnash g'ol liniyasi xarobaligi bo'lib, shahar sepili bilan birlashib, Beshbaliq shahrining asosiy andiza ramkasini shakllantirgan. Beshbaliq shahrimi asosan shu Ko'chu shahriga o'xshash tashqi shahar, o'rta shahar, markaziy shahardan iborat 3 qismga bo'lingan. Bu birisi tashqi shaharlarda asosan fuqarolar, dehqonlardan boshqa hunar va kasbdorlar o'tiradigan. Ikkinchi doirada ham asosan shu diniy Budda ulamolari, Budda rohiblari, shahar ilmli kishilar mushtlaqlar o'tiradigan. Endi 3-markaziy rayonda bo'lsa, Xon jamoatidagi oqso'ngaklar mushtaq o'tiradigan bir alaylik burunda deb shu Uyg'urlar qurgan xalqlarda mushtaq bir alaylik saqlangan ekan. Bu Beshbaliq shahrimi shu xalqlarniki bir an'anasini saqlagan asosida qurilgan shahar markazi bo'lib hisoblanadi. Undaqda Beshbaliq degan nom qandoq kelib chiqqan? Tarixiy materiallarda ko'rsatilishicha, Beshbaliq asli g'arbiy ko'k turk qog'onligining yozliq o'rdisi Qog'onbud shahri nomidan kelgan. Tang xonligi oymoq ta'sis qilganda O'rda saroy nomi bilan Beshbaliq oymog'i, ya'ni Tingju oymog'i deb atalgan. Bo'libmi Beshbaliq deb atalishda ba'zilar buni 5 shahar deb nima qiladi? Lekin shu 5 shaharning ichidagi
baş deganni bildirdi. Baş shahar. Bulupmu 5 shahar, bu 5 shaharning biri Sulmi. Sulmi deganimiz hozirgi Qarshaharga to'g'ri keldik. Uningdan boshqa Beshbaliq, Jonbaliq, Qo'cho, Yengibaliq qatorliq 5 shahar dedi. Ham buning ichida shu Boshbaliq degani balkim Orxun Uyg'ur xonliqlari qandaylik yemirilgandan keyin 15 qabilaning ichidagi 13 qabila shu Beshbaliq tarafga ko'chib kelib, dastlabda bo'lib 866-yili ularning sakarisi Bökexon o'zining hokimiyatini qurgan vaqtda Beshbaliq shahrini shahar qilgan. Beshbaliq qadimiy shahri Xan xonligi davridan boshlabla Yipak yo'lining Tangri tog'ining shimolidagi muhim harbiy ma'muriy markazi va qatnash tuguni bo'lib kelgan. Endi Yipak yo'li asosan Xan sulolasi davrlaridan ki Xian hozir Loyang yoki Xian shahardan chiqib asosan Dunxonga kelganda bu 3 yo'lga qarab mangdi. Endi bursi shimol yo'l deymiz. Asosan bu shimol yo'l deganimiz yaylaq yo'li. Bu yaylaq yo'li asosan Dunxondan chiqib Qumulga kelib, Qumuldan Barko'l orqali Jimsar, ana shu Beshbaliq yerni o'tib shu Qozog'iston deymiz, mushtaq Qo'rg'oslar bilan Olmaliq shaharlari bilan nima tutishib ketdi, Rim shahri tutishib ketgan, chiqadigan bir shimoliy yaylaq yo'li bu. Shimoldagi yaylaq yo'lida, yaylaq Ipak yo'lida asosan shu Beshbaliq intayin muhim yo'l hisoblanadi, o'tan hisoblanadi. Tang davriga kelganda Beshbaliq qadimiy shahri yana Tang xonligining g'arbiy yurtidagi oliy darajalik harbiy ma'muriy apparatning bo'lgan. Beshbaliq qo'riqchibek mahkamasi, Beshbaliq bosh qo'riqchibek mahkamasi va Beshbaliq Hiravol mahkamalari mushu yerga ta'sis qilingan bo'lib, Tang xonligi davridagi Beshbaliq nahiyasining boshqarishidagi Baliq, ya'ni shahar ekan. Tang sulolasi 640-yillarda g'arbiy yurtga kelib, dastlabda Beshbaliq shaharini o'ziniki boshqarish doirasiga elib, bu yerda bir Hiravol mahkamasi qurdi endi bu. Shu 650-yillarga to'g'ri keldi. Demak, bu Tang sulolasi hukumatniki g'arbiy yurt bo'lib Qo'cho Uyg'ur yoki Idiqut Uyg'ur xonligi bilan bo'lgan keyingi munosabatiga mustahkam asos solingan. Konu Tangname coğrafiya tezkiriyesideki xatirlarga asaslanganda Chen Anning 2-yili, yani 702-yili Wuzetian Tangri tog'ining shimolidagi ko'chman qabilalarni idora qilish uchun Beshbaliqda Beshbaliq qo'riqchibek mahkamasini ta'sis qilib, Balqash ko'lining sharqiy va janubiy tarafidagi keng chorvachilik rayonlarini boshqargan. Shuningdan tartib 10-13 asrlarga qadar Beshbaliqning nomi xanzucha materiallarda Beyting deb atalgan deyilgan. Ayni vaqtda bu Beshbaliqni Tang sulolasi davrlarida Beyting deb, endi Uyg'urcha Betik shahri deb olgan. Ammo bu qadimdan tortib o'ziniki Uyg'ur tili bilan ifodalangan yoki turkiy tillarga xos ism Beshbaliq deb. Am xanzucha kitoblarda buning birisi ahang tarjimasi bilan Beshbaliq deydi. Ba'zilar Beshishi deydi. Endi bular hammasi ahang tarjimasi. Faqat Beyting degani mushu Idiqut Uyg'ur xonligi qurilgandan keyingi Beshbaliq shahrini o'zining yozliq poytaxti qilgandan keyin uni bu Ting Orda qatorida shimoldagi qasr yoki shimoldagi Orda degan ma'noda Beyting deb mushtaq atagan. Bu yer dastlabda orqa Qonqil xonligining o'rdisi bo'lgan. Xan sulolasi davrida Jinman deb atalgan. Turklar bu yerda Qog'anbud shahrini qurgan. Tang sulolasi Beshbaliq aymig'ini ta'sis qilib, Beshbaliq qo'riqchibek mahkamasini o'rinlashtirgan. Yuan sulolasi davrida ta'sis qilingan Beshbaliq vaqtliq divan vazoratidan oymoqchi mahkamasi, Amir lashkarlar mahkamasi qatorliqlarning hammasi mushu joyda turgan.
790 yillarda Töbitler bir yerini egallab turgandan keyin bu Böketekin bir yerga kelib Töbitlarni bir yerdan qo'g'lab chiqarib o'zining hokimiyatini qurdi. Shuning bilan bir vaqtda 1275 yili shu Xizrxon G'ujiniki oldingi avlodlari, ya'ni To'g'liq Temirxon, Qaydu degan duo qaydular bir muncha askarni boshlab kelib shu Beşbaliq shahriga hujum qildi. 12 ming askar bilan hujum qildi. Mushkatimlik hujumdan keyin bu Beşbaliq shahri o'ziniki tarixiy rolini ado qilib bo'lgan bo'ladi. Bu qadimiy shaharning tashqi shahari aylanmasi 4596 metr. Ishki shahar aylanmasi 3300 metr bo'lib, ishki va tashqi shahar sepillarida yo'lak tam, qorovulxona, ravaq, quvuq qatorliq qurilishlar bor. Tashqi shaharning shimoliy darvozasida quvuq sepili saqlanib qolgan. Asosiy shahar ichidagi qurilish izlari ig'ir buzg'unchilikka uchragan. Beşbaliqdagi Qo'chuq Uyg'ur xonligining xon jamiyati butxona xarobasi Beşbaliq qadimiy shahar xarobasining 700 metr g'arbiga to'g'ri keladi. Qadimda uning g'arbi cho'ng butxona deb atalganligi ma'lum. Beşbaliq shahrining atrofida nurg'ulg'an Budda dinining izlari bor. Bu Budda dinining izlarida bo'libmi bezaklik ming o'ylari muhim o'rin tutadi. Bu bezaklik ming o'ylar deganimiz bo'libmi Uyg'urlar Budda dinining cho'ng harva shaklida deymiz endi. Hinayana mazhabiga e'tiqod qilgan. Bu Hinaya mazhabi deganimiz asosan kishilarga yaxshilikni tashabbus qiladigan intayin muhim bir mazhabkan. Buningda endi o'z an'anasi uchun Buddaning o'z an'anasi uchun faqat cho'qim bir savobli ishlarni qilish kerak ekan. Ham demak, shu Beşbaliq ya'ni Jimsardagi ming o'yladimi ayni vaqtdagi Buddaning yaralmish qissalari bor. Tov istig'for nomlari bor. Bularda intayin qimmatlik ming but rasmlari. Buning ichida faqat ming but rasmlari bo'lib qolmay, eng muhimi shu 3-asrlarda paydo bo'lib 4-asrdan 8-9 asrlargacha bo'lgan oraliqda Uyg'urlarniki e'tiqodiga aylangan ma'ni dinning muhim bir yordamlari bor. 1988 yili Beşbaliq g'arbi cho'ng butxonasi davlatning nuqtali qo'g'diladigan madaniyat yodikorlik o'rni bo'lib tasdiqlangan. Hozir bu butxona Tangridag'ning shimoliy yon bag'ridagi Tang, Sung, Yuan xonliqlari davrini besib o'tgan birdan-bir butxona xarobasi bo'lib, taxminan 10-asrning o'ttirlari qurilgan. 13-asrning o'ttirlaridan o'zgartirilib, 14-asrga kelganda tashlanib qolgan. G'arbi cho'ng butxona xarobasida mo'l bo'lgan haykal va tom sizmalari saqlanib qolgan. Bularning hammasida Uyg'urcha uslubdagi san'at alohidaliklari bor bo'lib, Qo'chuq Uyg'urlarining diniy e'tiqodi, madaniyati, san'ati, til yozig'i va binokorchiligi qatorliqlarni tadqiq qilishda qimmatli amaliy material bo'lib hisoblanadi. Bir uyning ichida turli rasmlar oldi. Bu turli rasmlarda Budda dinining har xil ahkomlariniki hikoyalar so'zlangan bo'ldi. Masalan, shu Sakyamunniki Nirvanaga yetish yoki Burxonga yetish voqealiklari, anki savobli ishlarni qilish, shularning hammasi demak Budda dinining o'zaro berish-kelish qilishi, millatlar o'rtasidagi e'tiqod, madaniyat, iqtisod va siyosatdagi munosabatlarning tipik mazmunlari mujassamlangan. Beşbaliqdagi Uyg'ur xon jamiyati butxonasining xarobasi bir g'oyat cho'ng madaniyat, san'at g'azimasi. U kishilarning Qo'chuq Uyg'ur xalqining madaniyat san'atiga doir kuzatish va bilish jihatdagi nazar doirasini zo'r darajada kengaytirdi. Halbuki Beşbaliq g'arbi cho'ng butxonasi xarobasi shu tarixning dalilidir. U Şinjandagi millatlar va dinlarning taraqqiyoti va o'zgarish jarayonlarini tadqiq qilishimizni qimmatli tarixiy faktlar bilan ta'minlaydi.
Uyg'urlar tarixdan buyon ko'p dinga, ko'p yezikqa, ko'p xil madaniyatlar uchrashgan bir xalq. Endi mush Beshbaliqdagi ming uyda yoki Budda ming'orlarining ichida, bunun ichida qadimgi Uyg'ur yezig'i bor, Turk yezig'i bor, Xanzu yeziqlari bor. Demak, mushlarning hammasidan qaragan vaqtda nurg'ulg'an madaniyat, nurg'ulg'an din, nurg'ulg'an millatlarniki madaniyatlarning uyg'unlashini ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Beshbaliqdan tepilgan qadimgi Uyg'ur yeziqidagi narsalarning ko'p bo'libmi, mushu Budda diniga oid har bir g'alaning mushu beg'ishlamalarning nimasida mushu g'arni rasmini kim chizgan, buningdagi obrazlar kim, qanday voqelik degan mushtaq narsalar bor. Demak, bu Beshbaliq shahrini dunyodagi olimlarning tadqiq qilishida intayin muhim rol o'ynab kelgan, ham o'zini jalb qilib kelgan o'rinlarning biri. Beshbaliqdagi butxona xarobasidan soni intayin ko'p haykal, tom rasmlari, Xanzucha va qadimgi Uyg'ur til yozig'ida yozilgan imzo, shuningdek turli qimmatli madaniyat yodgorliklari qazib olingan bo'lib, bular bugungilarning qadimgi Uyg'ur madaniyati to'g'risidagi tonishini beyitib, Uyg'ur buddizm madaniyati va e'tiqodini umumiy yuzlik tadqiq qilish, Qo'chu Uyg'urlarining madaniyati va ularning til yoziq, xattotligi, kiyim-kechak, urf-odatlarini cho'nqur tadqiq qilish. Shundaqla Xinjiangdagi millatlar va dillarning taraqqiyoti va o'zgarish jarayonlarini tadqiq qilishni amaliy tarixiy paket bilan ta'minlaydi. Beshbaliq qadimiy shahri ustidagi tadqiqotlar uzluksiz davomlashmoqda. Beshbaliqning tarixini tadqiq qilish, tarixda bu zaminda yashagan har qaysi millatlarning urf-odat, madaniyatini tadqiq qilishda, shundaqla Beshbaliq tarixi to'g'risida har millat xalqini texmo cho'nqur tushunchaga ega qilishda intayin qimmatli real tarixiy ahamiyatga ega. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingiz rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.